Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana 8-aprel kunimizga chorshanba. Bu Phaeton Miller mashinamizga do'kon qilishar ekan. Bu mashinamizni mana bir qator eshiklar qilib berganmiz. Ichki qismlarini o'zlari bo'lib olishar ekan mana. 4 eshik bo'lgan, orqa qismi отдельный eshik bo'ladi. Orqasini ham oching o'g'lim. Xo'p, mana dugalarini ham отдельный chiqarib berganmiz. Duga qismlarini ham tashqariga zavodskoyga o'xshatib o'ziniki bilan birga bir qilib. Orqa holatlari mana. Yonqa holatlari ham ko'rishingiz mumkin. Yonlarini ham. Ichlarida shpingaletlarni ochib oling o'g'lim. Yon holatlari xuddi shunday bo'lgan. Ochilganda pirlavka vazifasini bajarib beradi bunimiz. Ko'rishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Chiroyli sifatli qilishni ham yetkazib beramiz, xudo xolasa. Klient xohishiga qarab qilib berildi. Aytgan razmerlarni, aytganlaringda qilib beraveramiz. Phaeton Miller mashinamiz bu. Orqa holatlar, yon holatlar.